Столько лет я спорил с любовь ради... Shohim, shu xabar. Qanday xabar yana? Qizingiz o'zining Instagram'ga rasmlarini qo'ymoqda. Nima? Qanday rasm? Ko'rsataymi? Ko'rsat. Mana bunday. Nima? Sening qanday xating sidi? Yo'qol! Shohim, men mushugingizni to'sib keldim. Ehtiyot bo'l, erkak. Alo. Ha, Sabinaxon. Qanaqa kiyimda yotibsiz? Rangi qanaqa? Video tashlang, video. Shohim, shu xabar. Yana qanday xabar? Saroyingizga nomzodlikka ikkita shahzoda kelibdi. Chaqirtir. Chaqiraymi? Ha. Kelinglar, galodlar. Keyinroq tashlang videoni. Shohim, tanishing, o'ng qo'limda fransiyalik Pol Pogba. Chap qo'limda esa rossiyalik Nikolay. Taksi bo'lgan oldim. Bular ne sababdan mening saroyimga qadam bosishgan? Menga qarang Shohim, qizima o'ylangani haval julyon beraman degansiz-ku. Bitta haval uchun kelibdim bular. Yo'q, undan tashqari 36 oy bo'lib to'lasha beraman degansiz. Ot kallasicha bonuslarni ham podarka qilyapsiz, deydi. Unda mening bitta shartim bor bular uchun. Qanday shart? Shohim, bularga nechun bunday shart berdingiz? Bular bundan ham ko'piga loyiq. Black After City'da joylashgan barcha haval mashinalarini tozalab chiqsinlar. Men shunday oyday qizimni u yalang oyoqlarga bermayman. Shohim, menga qarang. Shu qizingizni menga bermaysizmi? Bo'ldi, vazirjon. Sallar. Men qizim Sallara o'yinchoqmi?